Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshimisizlar? Sizlarda charchamayapsizlarmi? Bugun sizlarga masshtabning lineykalari haqida ma'lumot bermoqchiman. O'zi umuman olganda bizani darsligimiz uchun kerak bo'ladigan minimum lineykalarni ko'rsatmoqchiman. 4 ta turdagi lineyka kerak bo'ladi. Bu katta andoza chizayotganda mana shu lineykadan foydalanamiz. Keyin kichkina andozachalar mana bunaqa ko'rinishidagi masshtabning andozalari chiqarayotganda esa mana bunaqa ko'rinishidagi uchburchak lineykadan foydalanamiz. Bu tarafida masshtab 5 bor, mana bu tarafida mana bu tarafda masshtab 3 bor va tagida masshtab 4 bor. Bu ko'rinishidagi lineyka juda ham zarur bo'ladi. Agar bundan olasizlar va mana bu oranjiy 3 tali mana shunaqa ko'rinishdagi lineyka kerak bo'ladi. Demak, va oxirgisi 4-lineykamiz mana bu ko'rinishidagi lineyka. Bu masshtab 4 bo'ladi. Mana 1 santimetr 4 ga bo'lingani. Bu nima degani hozir men yaxshilab tushuntiraman. Mana bu yubkamiz masalan masshtab lineyka orqali chizilgan. Agar biz o'zimizning santimetroviy lineykamizdan foydalanib tiksak, bichsak, mana shunaqa ko'rinishda chizib olsak, u katta bo'lib ketadi masalan. Bunda modellashtirishlarni har xil konstruksiyalarni bajarsak bo'ladi masshtabni lineykada. Mana andozachalar mana shunaqa kichkina ko'rinishda bo'ladi. Bu masshtab 4 da bajarilgan. Masshtab 3 da, uzr adashib ketdim. Masshtab 3 da bajarilgan bularning hammasi. Anaqamiz. Asosan biz masshtab 4 va masshtab 3 bilan ishlaymiz dars jarayonida. Demak, masshtab o'zi nima? Masshtab bu kichraytirilgani, masshtab shaklida bo'ladi. O'sha kichraytirilgan degani-da o'zi. Masshtab 2 bu 1 santimetrni 2 ga bo'lingani, mana 1, 2 ta bo'lakka bo'lingani. Masshtab 3 masalan 1 santimetr, mana bu 1 santimetr orasi. Mana o'zi bizning asosiy nimamiz 1 santimetr, 2 santimetr, 3, 4, 5 santimetr. Mana santimetr lineykamizni qo'yib olamiz-da. Mana 5 santimetrgacha chizib olganman. 1, 2, 3, 4, 5. Endi masshtab 2 da 2 ta bo'lakka bo'lingani. 1 santimetr ichida mana bu 1 santimetr deb oladigan bo'lsak, mana shu 1 santimetr ichida 2 santimetr bor, 2 ga bo'lingani bu biz 1, 2 santimetr bor deb o'ylaymiz. Masshtab 2 ga degani mana shu. Masshtab 3imiz esa mana 3 bo'lakka bo'lingani, 3 ta bo'lak bor ichida degani. Bu masshtab 3. Demak, 1 santimetrlik joyda 3 santimetr bor deb biz andozachalar yaratamiz. 3 bilan 4 da ko'p foydalanamiz. Xohlasanglar 3 masshtabda ishlaysizlar, xohlasanglar 4. Endi 4 masshtab 4 degani 1 santimetrni 4 bo'lakka bo'lish degani mana 1, 2, 3, 4. Biz asosan mana shu ko'rinishdagi lineykada 4 bor. Masshtab 4 bor mana. Mana 1, 2, 3, 4 mana 1 santimetr oralig'ida уже 4 bo'lakka bo'lingan. Bu 2 santimetrgacha уже 8. 3 santimetrgacha 12 mana. 4 santimetrgacha 16. 16 ta bo'lakka bo'lingan. 5 santimetrgacha 20. Demak, 5 santimetrgacha 20 bor. 20 santimetr bor degani. 5 bo'lakka bo'lish bu masshtab 5. Bizda mana bu lineykamizda masshtab 5 bor. Mana 1, 2, 3, 4 mana 5. 5 ta bo'lakka bo'lingani 1 santimetrda. Bu 5 santimetrgacha